buni bog'chadan oldik. Endi Koreyada eng mashhur yosh bolachalarni kiyim sotadigan do'koniga boramiz. Ketdik. Onachiligini. Biz uygacha borguncha kutamiz. Shuning uchun Koreyani yosh bolalarni tagligini almashtiradigan alohida joylar juda ham ko'p. Shuning uchun shu yerda raspakovka chek qilib beraman. O'g'lim bilan birgalikda raspakovka chek O'zbekiston bilan Koreya narxini solishtirgan holatda. Bu oddiy futbolka, materiali juda ham yuqa va yumshoq. Buni razmeri 100, chunki o'g'lim razmeri 100. Bu bitta shu futbolka 36,000 won turadi. O'zbekistonda shuncha ekan. Bitta shu futbolka. Bu esa tepa va pastki shortchaga shunaqa. Orqasi cho'ntak bor ekan. Tepasida futbolka shunaqa. Buni ham razmeri 100 va buni narxi 59,000 won. Ikkalasi 59,000 won. O'zbekistonda shuncha. Bu ham set, buni tepasi shunaqa o'rdakcha, buni pasti oddiy shortchakcha. Bu kiyimni brendini B harfini boshi yopishtirib qo'yadi. Shuning uchun sovuni bog'chasida почти 90% yosh bola shu B harfi yopishgan kiyimlar kiyadi. Shunga o'ringa ma'qul oldim. Tepasidagi futbolkani narxi 43,000 wonga tushdi. Shortchaga 39,000 won, O'zbekistonda shuncha. Yana bitta set shortchakchasi. Buni ham shortchakchasi alohida narx. Bitta shortchaga 36,000 won ekan, O'zbekistonda shuncha. Bitta shu shortchak va bitta shu futbolka. Shunaqa futbolka narxi 43,000 won, O'zbekistonda shuncha. Nimaga bir xil setli kiyimlarni narxini alohida qilib sotadi, unisini men tushunmadim. Buni narxi 13,900 won. 13,900 won, O'zbekistonda shuncha bo'ladi. Ichida ikkitagina taypa bor xolos. Jami menga O'zbekistonda shunchaga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Shuncha kiyim shuncha narxga arziydimi yo'qmi? Ichsa. 맛있어?